I would like to talk about the large University of Jordan nowadays, and welcome to the University of Jordan. Kelinglar, undan ko'ra o'zbekcha gaplashamiz. Ko'rib turganingizdek, hozir biz Iordaniyada eng nufuzli universitetlardan birining ichki qismida turibmiz. Bu universitet 1962-yilda qirolning farmoni asosida tashkil qilingan. Hozirda bu universitetda 46 mingdan ziyod talabalar tahsil olinadi. Shulardan 12% chet ellik talabalar hisoblanadi. Bu universitetning maydoniga keladigan bo'lsak, gektarda 120 gektarni tashkil etadi. Eshitganingizdek 120 gektar tasavvur qilish juda qiyin. Ko'rib turganingizdek, universitet ichida juda ko'plab sotuv do'konlari ham mavjud. Mana ko'rib turganingizdek University of Jordan. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan qiziqarli ma'lumotlar va universitet haqida juda ko'plab siz uchun kerakli bo'ladigan ma'lumotlar bizning kanalga obuna bo'ling.